Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda hozir Turkiyaning Istanbul shahrida yashab turayotgan vatanparvar, vatansuvar inqilobchimiz Mehmet Dursun Uyg'ur apandim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Qani diqqatinglar ekranda bo'lsin, yoqtirib ko'rgaysizlar. Assalomu alaykum, Mehmet Dursun apandim. Qanaqa ahvolingiz, yaxshi turibsizmi? Rahmat, yaxshi turibman. Mehmet Dursun apandim, siz bilan ham Turkiyaga kelib, Istanbulda mushqitim yuz ko'rishga muyassar bo'ldim. Ya'ni ko'p vaqtlarda men ham boshqa qarindoshlarimizmi ismingizni ko'p angladik, ammo yuz ko'rishga nasib bo'lmadi. Bugun men suhbat qilganimga nihoyatda xushal, ya'ni siz bilan. Oldi bilan suhbatimizni boshlashdan burun o'zingizning hayot haqida, siz vatanning qayerdandingiz, nima ishlarni qilgan, qanday sabablar bilan bu yerga chiqib qolgandingiz, bu yerga chiqqandan keyin qanday yashab ketib borsiz? Bu vaqtda qisqa bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, ya'ni xalqimiz biroz bir tanishga ega bo'lsin. Undan keyin siz bilan qilgan suhbatimizni boshlasak. Men o'zim Kuchadin 68-yili 4-oyda Kuchada tug'ilib ekanman. 83-yilgacha o'qidik maktabda. 83-yili shu o'rta maktabdan yenib chiqqan bo'ldik. Ondan keyin shu zaygalik hayotimiz boshlandi. Shu vatandan 97-yili yenib chiqish araliqda zaygachilik bilan o'tgan bo'ldi. Vatanda yashash imkoniyatimiz bo'lmagandan keyin har xil siqinti, ba'zi bir ishlar bilan 97-yili vatandan ayrilishga majbur bo'ldim. Vatandan ayrılgandan keyin Qirg'iziston bilan Turkiyaga keldik. Turkiyada bir qancha yil hayotimiz egizbashchilik ichida o'tdi. Bu yerga kelgandan keyin bir yarim yil atrofida yana zaygalik kasb bilan shug'ullangan bo'ldim. Karazma zaygalik shirkati deb bir shirkatda ishladik. Undan keyin bugungacha Turkiyada yashab kelyapman. Sizning hozir mening bilishimcha bu yerda siz oldingi yillarda o'sha do'konni ichetib ekansiz. Keyin bu do'konlar taqilib ketdi deb angladik. Bu vaqtda biroz bir to'xtalib o'tamsiz. Bo'ladi, men 2005-yil bizniki oilacha nupsimiz chiqdi. Ayolimni 2003-yili yana men vatandan ayrilib 6 yildan keyin akila oldim. Nupsimiz chiqqandan keyin 2 o'g'lim bordi. Men uydan ayrılgan vaqtida cho'ngi 3 yosh, kichigi 88 kunlik qolgan bolalarimdan. 2006-yili 8-oyda yani men uydan ayrilib 9 yildan keyin bolalarim bilan yuz ko'rish oldim. Ayolim berib vatandoshligimiz chiqqandan keyin yandirib akeldi. 2004-yili Muyassar ismli bir qizimiz tug'ildi Turkiyada, Istanbulda. Hozir oilacha 5 kishi yashayapmiz. 2006-yili Ballarımdan chiqqandan keyin shu Zaytunburunning Nuripasha mahallasi 62-ko'chada Shanlik Uyg'ur market deb bir market ochganmiz. Bu Turkiyada boshqa Uyg'urlarning marketi yo'q deb bugungacha yo'q endi. Shu bizga nasib bo'pti ekan. Bu marketni 2,5 yil ochgan bo'ptimiz. Shu 2009-yili 1-oyda taqib etishga majbur bo'ldik.
Endi bu hozir ben başqalardan anglavatımız etrafdan mesela sizlardan mu söhbət arqılıq bəzi gaplarni anladım mesela bir qancha kundan beri. Bu siz marketlarni taqilib ketishmi sizning mushu yani balkim ko'plagan Uyg'urlar sizningki qilayotgan ishlaringizdan xabar bor, yani yuz ko'rmagan bo'lsa-mu, yani siz Mehmet Husun Uyg'ur desa, ha Turkiyadagi haliqi odam deb ko'plar mesela bizmi mesela Gollandiyada turib ismimizni anglab turg'liq, ammo yuz ko'rishga bugun nisib bo'pti. Hem de sizin bu mesela dokanlarının takılışımı mesela özünüzden hazır hayatdaki özgürlüklerine nurgun işlerine mesela sizin kılıvatkan mı şu vatanperverlik, vatan yolda kılgan inkılaplarınız sebepçi oldu da. Hem siz hazır mı şu üç kıtımlık bir öz cesaretinizle nayet zor bir işlerini oturgu çıkardınız. Hem bu işler mesela sizin nimi xiyallar bilen mesela de hem de emmeylen elbette meyli Avrupa'dakiler bolsun, meyli başka yerdekiler bolsun, Xitayga nisbeten öşmellik nay çoğunqur hem de köp insanlarda mesela az bir kısım insanlarda uyğunu planmagan bolsunmu, köp insanlar uyğandı mesela Xitayga nisbeten gazap nefreti nayet iş oldu hem de. Lekin hiç kim mesela mening hayatımda veya ki belkim 50-60 yıldan beri tarihte bir kitapta mı okumadım da sizden kıgançilik bir cesaret bilen Xitayga mında bir işlerini kıgan mesela ketel hayatıda hiç kim yok mesela. Hem siz bu kanda bir irade bilen bu gayretki geldiniz ve bu işlerini bir oturgu çıkıp bunda vücudga çıkardınız. Bu vakti televizyon köyümüzde biraz bir tepsili sözlep bergen bolsanız belkim nurgun qarindoshlarimiz sizni ulgu qilishi mumkin. Nurgun qarindoshlarimiz jasoratingizdan faxrlanishi mumkin. Albatta, chunki bir narsani o'tirdi bostırib qo'ygandan o'tirga chiqasa yaxshi bo'lgan deb qarayman endi men. Agar xohlasangiz siz shu bo'lib o'tgan voqealarni bir boshdan bir so'zlab bergan bo'lsangiz, qarindoshlarimiz albatta bilib qolsa deb shuni aytib mikrofonni sizga uzatsam. Rahmat. Endi so'zlashga to'g'ri kelib qolsa, bu tilga og'adak bir ahvollar emas. Hamda bizning xalqimizning vatanda yaşayotgan xalqimizning chekkan azob uqubatlariga nisbatan, ularning qilganiga nisbatan mening qilganlarimni tilga elishqim arzimaydigan bir ishlar hamda buni. Shunda bo'lsa-mu, hamda so'zlashga to'g'ri kelib qoldi. Sizlar Ataydan Gollandiyadan keliblar hamda men so'zlab o'tay. 2008-yili Xitoyning Beyjingda Olimpik tənərkət yığını ötküzüldigan bo'ldi. Dünya jamoatchiligining shuncha kengri dunyoda yetipilmagandek shu Xitoydagi bir davlatda Olimpik tənərkət yığını ötküzishga qaror berganligini shaxsan men faqat qabul qilamadim. Idemdan faqat ötküzamadim. 4-oyninki 3-günisi o 26 davlatda Olimpikning mash'ili dünyada aylanib 26 davlatdan o'tib Beyjingga boradi degan gapni anglagan. Bu 26 davlatning ichida Turkiya ham bor ekan. Men amal va o kuni bir ish qilmoq lozim degandek ko'nglimdan o'tkazdim boshda. 4-oyning 3-kuni esimda qilishi payshanba kuni shu. Shu Sultan Ahmedga yerda boshlanib o mash'al. Shu Eminönü Galata kövrüklerinden ötüp Beşiktaşlı bilen Asiya qit'asiga anandan keyin Boğaz kövrügi bilen Taksim maydoniga chiqildigan 26 kilometr musabida bu Xitoyning olimpik mash'alini ko'tarib mangadi ekan deb anglab, bu mash'alni chuqum bundaq chiroyli o'tkazib o'tmaslik lozim Uyg'ur xalqi. Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan bu qatimqi olimpik yig'iniga qarshi o'zininki göz qarşını meydanını aniq bildirmek lazım deb o'yladim. Shu kuni bilishimcha 5-600 Sharq Turkistonlik hemşehrilerimiz Sultan Ahmet maydoniga yig'ildi. Ammo men bormadim u yerga. Kecha uxlayolmadim. U yerga borsaqmi shu namoyish qilamiz. Xitoyni chaqirib tillab yenib kelamiz hamda. Boshqa bir cho'ngroq ishlar bo'lamdi, bo'lmamdi. Men buni o'ylab atganda öz aldımga bir iş qilib beqish lozim deb Eminönü'ge bordim. Saat 9:30 bilan Eminönü'ge berib bo'lgan. O shu bir olimpikda o'tilgan bir maydon mı Eminönü degansiz? Eminönü deganda hamda shu bir rayonning ismi hamda. Shu Turkiyaninki eng shu halqiliq markazi hisoblanadi. İstanbulning markazi hisoblanadi.
Yani başka Uygur kardeşlerimiz Sultan Ahmet diyen başka bir rayonda olimpikni ötüganlığı veya namayış kıldı. Siz Eminönü diyen başka bir İstanbul'un başka bir bölgede yalnız otura çıktınız. Ha. Endi o Sultan Ahmet mu şu Eminönü'de aslında. Sultan Ahmet bilen men bağan aralık tahminen 2 kilometr keledi. O Meşal'ın başlandığı yeri Sultan Ahmet meydanı, bir tarafta Sultan Ahmet, bir tarafta Ayasofya. Şu ikisinin oturduğu meydanda başlanmakçı. Başlanan bu Meşal şu men bağan Eminönü'den ötüp aşağıdaki Galat Köprüsü'nden ötüp bunda aylanmakçı hem de 26 kilometr mesafede. Mening farzimcha şu men bağan ya şu Sultan Ahmet'ten 2 kilometr atrofida jiroqda. Men saat 9:30dan saat 1gacha 3 saat, 3,5 saat atrofni kuzatdim. Qanday qilish lozim? Bu mashalani chuqum elib bilish lozim, o'chirish lozim. Hech bo'lmasa mushuni bo'z qilish orqali Sharq Turkiston xalqining Xitoyda o'tkazilgan bu olimpik mashg'ulotlarga qanchalik norozi ekanligini amaliy harakati orqali bo'lsin isbotlamoq lozim degan qarorga keldim. Shundan oxiri qarorimni berdim. 3 saat, 3,5 saatlik atrofni kuzatish bilan kuzatgandan keyin andan keyin peshim namozdan yenib o'zim qaror bergan yerda u mashalning kelishini saqlab turdim. O Galata kövrügidan aş Eminönü tarafdan Beşiktaş tarafga o'tadigan kövrük taxminan uzunligini 150 metr deb hisoblasak, kövrükning 120 metr yeri tugab bo'lib, oxirgi 30 metr qolib qolgan yerda aşağıda muvafiq deb belgiladim. O'z ko'nglimda aşağıda saqlab turdik. Soat taxminan 3dan 10 minut o'tganda u mashal keldi. Endi men shu vaqtning o'zidagi xiyolimda endi elib alalasam mashal bilan birga o'zimni dengizga etish, Marmara dengiziga. Hech bo'lmaganda mashalning yuzini etish, umi bo'lmaganda mashalni urib chiqish, sundirish. Agar umi bo'lmaganda Sharqiy Turkiston xalqining maydonini bildirib qo'yish kerak. Hech bo'lmasa degan ashu ko'z qarash bilan bog'lan. Qarasam biz ko'ygan, biz anglagandek emas o mashal. Bir aşı askarlardan, saqchilardan hosil bo'lgan bir aş qapasning, tumi qapasining ichida kelganda kelib atadi. O o'tnimi 10 metr kelgacha ko'ramidim men o mashalni. Shunda saqchilar jiq. Ertasidan boshlab bergan xabarlarda yo besilgan gazetlarga qarasak, shu maxsus mashal qo'g'daydigan Turkiyaningki 60 saqchisi 15 nafar Alqı motosiklet bilan yuradigan Yunus deb alayda saqchisi Xitoyning o'zining Beijingdan kelgan 2008 olimpikniki kiyimini kiyadigan 15 nafar alayda saqchisi bo'lib, jami 90 saqchi qo'g'dab menibdi. O mashal deganni. 10 metr kelgacha o mashalning o'ti ko'rinmaydi. Shunda bir quyuq askar to'pining ichida. Qandaqlikin bo'lmasin, bir qarorga kelgandan keyin yenish yo'q. Ashuni ko'nglimdan o'tkazdim. Shu kuni aytganda avtobusdan tushib bo'lguncha o adamjiq shu jarayonda bir putimni tashqi urib olib, o'ng putimni, so'l putimni. O'shig'im tashqi tegib azroq pechuvib ketibdi ekan. O to'la yo'l menib nada bir harakat qilsak bo'ladi deb bo'lguncha. Bu tizimning to'van taraf ishlamasa qolgan bir putliq bo'lib qoldi qanda shayda taqdir shundoq ekan. Shunda bo'lsin o mashal mening dal oldimga to'g'ri keldigan 20 metr qilib qolgan vaqtida o'zimni mashalga urdim. Shu o'ng qo'lim mashal ko'targan tanarkatchininki shu sol maydonchiqqa tekkan bo'ldi. Aşağıgacha yiqilisha oldim. Ammo undan keyin o mashalni elib men boshqa planimni amalga oshirishga imkoniyat bo'lmadi bu yerda. Nəhayət bir qattiq talash tortishlar u yerda bir ishlar bo'ldi. Ammo boshqa choram bo'lmadi. Undan keyin o saqchilar u yerda tutib olib shu Eminönü'ninki saqchiga olib aşağıda so'roq qildi, sen kim o? Kimligini salohiyat guvohnomangni chiqar deganga o'xshash. Jazo berdim bu qitim. Yo'q, bu hatta Anqaradan tikuvchi aeroplani bilan shu komissarlarimni kelib shularni ko'rdi meni, ko'rishdi. Nima dedi u? Yaxshi muomala qildi. Mendan 3 shu komissar, Anqaradan kelgan komissar, ya'ni saqchining cho'ng boshlig'i 3 dona savol so'radi. Birinchisi sen Sharqiy Turkistonlikmi deb so'radi. Men Sharqiy Turkistonlik dedim. Ikkinchisi sen qancha yildan bu yan Turkiyada yashayapsan dedi. Men taxminan 12 yildan bu yan Turkiyada yashayapman deb javob berdim. 97-yildan boshlab yashayapman dedim. Sen jup vatandoshmi yoki yolg'iz Turkiya vatandoshimi dedi. Men yolg'iz turk vatandoshi, men turk vatandoshligimni olgan birinchi haftasi
Xitoyning pasporti bilan salohiyat guvohnomasini Xitoy konsulluğu apirib tashlab bergan deb shunda dedi. O'sha 3 savolni so'rab bo'lib ketdi. Bu qitimqi narsa ya'ni garchi ya'ni g'alabiga ya'ni bu o'zingiz o'ylagan ishlarni qilamagan bo'lsa-mu, yana bir Sharq Turkistonningki bir ovozni anglatgan bo'ldingiz deb butun turk televizorlarida dunyoga anglatgan bo'ldingiz. Shundan bo'ldi, Uyg'ur xalqining bir ishlarni qilmoqchi bo'lsa, bir iroda kelsa, qanday qila oladiganligini ko'rgan bo'ldi. U yerga kelgandan keyin u soqchilar meni yaxshi ko'z bilan qaradi. Hatto meni tutib akaganga mas'ul bo'lgan 4 soqchi. Men Eminönü'ninki shu soqchilarga o'tkazib bergandan keyin ularning ta'sirini qayta mendan uzr tilab, yana kechirim so'rab qaytib ketdi. Kesat 11dan 45 minut o'tganda sen jamiyat tartibini buzganliging uchun Turkiyaning moddasiga asosan sen 67 lira jazo, agar 15 kun ichida to'lasang %10 kechirim qilamiz deb shunda deb jazo qayg'ini qo'limga berdi. 11dan 45 minut o'tganda yenib chiqdim. Bu qitimliq bu ishni ya'ni yolg'iz o'zingiz o'yladingiz, ya'ni birasi yaningizda yo'qdi, hamkorlashishchi bo'lmadimi ya'ni bu ishga birga qilishga? Men bu ishni yolg'iz o'yladim, yolg'iz qildim endi. Boshqa hamkorlashuvchi bo'lmadi. U meningdan burunmi shu maydonga yig'ilganlarning orasida menga o'xshash niyatda bo'lganlar bor ekan. Ammo ularmi bir ish qilolmabdi. Ularning hammasini soqchilar shu qo'rishib bilib midirlatmay bir ish qilib bo'lolmabdi. Mening ayrim qilganim taki shu mashal ko'targangacha yetib borgan bo'lg'ashqa shuncha soqchilarningki sepini buzib sal cho'ngroq bir ish bo'lgandek xabarladim. Siz ya'ni xato xotirlamasam, ya'ni ash vaqatdan keyin yana bir o'zingizga o't yeqish xarakterida bir ish olib bordingiz, ya'ni bu namda bu nima o'lib ketishni o'ylamadingizmi? Masalan, o't qo'ygan odam o'limni nima deymiz, o'zining jinni o'zining aloqini qilib qo'ygandek bir ishda bu. Buni nim böyle qanday bir yishat bilan endi bu irodaga kelib bundan o'qib qoldingiz? Mashina so'zlashga to'g'ri kelib qolsa, biroz gapni uzatishga to'g'ri keladi. Aslida 1999-yili 4-oyning 18-kuni Turkiyada koalitsiya, ya'ni ittifoq hukumati deb 3 partiya birlashib qurgan bir hukumat bor. Demokrat Sol partiya, Millatchi Harakat partiyasi, Ana Vatan partiyasi deb. Ecevit, Deniz bu Mesut Yılmaz devlet bağçılı shularning hokimiyati aslida bir hukumat qurilgan. Bular 4-oyning 99-yil 4-oyning 18-kuni Sharq Turkistonda bir tuproq yo'q. Bu Xitoyning bir parchasi deb bir kelishimga imzo etib, Xitoyning shu vaqtdagi boshlig'i Jiang Zeminning bo'yniga Turkiyaning 1-darajalik oltin medalini osmoqchi bo'ldi. Biz buni 5-6 oy, eng az deganda 4-5 oy ilgari o'ngladik buni. Ko'rishmagan yerimiz qolmadi endi. Biz ojiz ekanmiz, yolg'iz ekanmiz, odatdagi odam ekanmiz. Faqat bo'lmadi bu ishlar. Oxiri 4-oyning 18-kuni, 16-kuniga kelganda men Sharq Turkiston vaqfisiga bordim. Aşağıda yig'ilgan kishilarni oldiga kelib oshkor dedim men. Ma tarixni o'qitib ketmayli. Biz Turkiyada yashayapmiz. O'q tegmaydigan potaga chiqib olib yashayotqili mancha yil bo'ldi. Ma odatdagi masala emas. Buni cho'qim to'sib olishimiz kerak yoki hech bo'lmasa to'sishga amaliy harakat qilish orqali mana oldin olishimiz kerak deb so'zladim. So'zlab kelib hozir boshqa ish qilolmaydi ekanmiz. Hech bo'lmasa men o'zimga benzin chetib o't qo'yib o'zimni o'ldirish orqali bo'lsa-mu meni to'sishga harakat qilayli. Ma 50 odam yig'ilinglar bu yerga. Ma tarixni o'qitib ketmasin ma ish. To'sib olmasakmi bir ish qilayli. Yoki mana Sulton Ahmedda İsa Yusuf Aliptekin Parki deb, bağçısı deb, bizning Sharq Turkiston bilan Turkiyaningki bayroq qadalgan kichik bir bağçı var. Bu Sharq Turkistonning Turkiyadagi simboli hisoblanadigan bir joy. Ya aşağıda o'zimga o't qo'yay, yoki darhol yo'lga chiqayli biz. Bir kun burun bo'lsa-mu Turkiyaning parlamentining oldida qilayli bu ishni. Deb shunda dedim. Shu kuni mening bilishimcha 4 odamning yon telefonninki kontrollari tugidi. Netisini telefon kartlardan tatib tugidi. Adamlar kelsin deb. O shu yerda bir 50 adam emas, oxirisi verib bir 30 adam chiqmadi. Keyin uqsaq aslida ishlar boshqa ekan endi. Biz aslida boshqa yerga to'planib telefon qilgan bo'lsak bo'lar ekan. Shu arada yana bir do'stimiz chiqdi. Haqiqatan mandaq o'tib ketsa bo'lmaydi.
Biz ikki odam bo'ldi. Men o'zimni yaqay. Birimiz ma qo'sh bayroqning oldida, birimiz parlamentning oldida Anqaraga berib o'zimizni yaqaylik, ma ishni to'q tutishga, to'sib olishga urinib ko'raylik. Kasi ikkita jon ketdi bizdan deyishdik. Ikki odam rasmiy qaror berdik. Hamma narsani tayyor qildik. Ashada. Ashu biz shu Sharq Turkiston vaqfisining ichida etdik. Şu 15 adam yığıldı. 15 adamның алдыда анда qısa 2 adam qopub. Bu eliq biraz külkülük, mantıqsız iş olub qaladı ekan. Şuna bilan bu iş amalga oshmagan. Bu içimdə şu iş batdı endi. Yani bu üzəmgə benzin çetib ot yaqış iş bo'lmaganda hamda mayada. Ani qismi terrorist, mani qismi binasi. Biz neç yil hayatımız egizbaş yo'l mengib o'tib ketdi endi. Sen nerede yaşavatsan deydigan bir adam chiqmadi keyingi kunlarda. Ananiken qarasak, bu qatim ishlar yana boshqacha. Deb bu yurgimning cho'nqur qatlamida saqlanib qolgan bu hissiyat qaytadan uyg'onib bo'lib mashalni elib olmaganligim menga og'ir keldi shaxsan. Endi qo'limdan kelganini qilib baxtim. Shunda bo'lsa-mu og'ir keldi bu. Aradan 4 oy o'tgandan keyin 8-oyning 8-kuni Xitoyning shu Beijingda Olimpik tənərkət yığınının içiladigan günüsü Anqarada Xitoyninki baş elçixanasının aldıda namoyish qilamiz degan qarorga keldi bizning tashkilotlar. Bir kun burun biz İstanbuldagilar bir avtobus bilan Anqaraga qarab yo'lga chiqdik. Men yo'lga chiqishdan 1-2 kun, balki 3-4 kun burundan tortib qattiq o'ylandim endi. Nima ish qila olamiz, nima ish qilishimiz kerak deb. Bu aralıqda xəli köp adamlar bilan görüşüb baxdım, fikrini ep baxdım, gepini anlap baxdım. Qarsam ən yaxşısı mən özüm yalğız bir iş qılsam bo'g'dak degan qarashga keldim, qayt o'ylanib. Hamda biz qandaqlikin bo'lmasin, musulmon Allah Taala bizni musulmonlik bilan sharaflantiribdi. Allah Taalaga min qadr shukr. Hamda bu ish aslida İslam dinimiz bo'yicha nihoyatda cho'ng xato, o'zini o'zi aloq qilish. Men ishdan burun men bu ishga qaror bergan bo'ldim. Shuning bilan 8-oyning 8-kuni, ya'ni 2008-yil. Bugün juma kuni edi. Mana shu Anqarada G'o'jatepa jamiyasi masjidi degan cho'ng masjidda jumani o'qigandan keyin taxminan 2,5 bilan Xitoyningki markaziy elchixonasining oldiga berib namoyishni boshladik. Men angacha to'liq tayyorlik qilib boldim. Va bak issiqamimiz, nefis ish kiyimli bilan degandek ko'nglim og'ir kelayotgan kunda 38 daraja. 38 gradus havo shunday issiq. Shu 8-9 yil avval o'ylangan shu ideya shu kuni amalga oshgan bo'ldi. Men endi u yerda biz taxminan 200 ga yaqin odamlar, taxminan 200 odam deyli. Biz 200 adam bo'lgan bilan bu saqchilarmi 200 dak saqchilar. Hammasining ko'zi bizning ustimizda endi. Anda bo'lgandan keyin bir ishni qilmoq uchun tiz harakat qilmoq lozim. Shu o'zimni to'g'rilab, yaxshi bir imkon sharoit mushad bo'lishi mumkin degan kelgandan keyin u benzinni maydonga paypog'imniki qo'njiga silib akirgan. Shuni oldim, tizlikda shu o'zimning ustiga chechib tugatdim. Ya saqchilar kelib yoki atrofga kelib voysan nima ish qilyapsan deb diqqat qo'zg'alib bo'g'icha tugatmagim lozim endi u benzin. Bir botolka benzin. Shu tugatdim, tugatish bilan tang chaqmoqni yoqdim. Shuning bilan bu yerda yashasin Sharqiy Turkiston, yo'qolsin Xitoy tajovuzchilari. Unda oldingiz o'zi. Sharqiy Turkiston xalqi hech bir zaman Xitoyning mustamlikasida yashashni xohlamaydi. Xitoyning Olimpik tənərkət yığınına Sharqiy Turkiston xalqi qattiq qarshi turdi. Degan mazmunda 2 balki 3 var to'g'lay oladim. Undan keyingi ahvollarni bilmayman. Hozir osh vaqtiki videoni bir televizor ko'zlarimizga bir qo'yib beraylik. Geri zekalı mısınız ya? Ne yapıyorsunuz? Beyler sakin olun beyler. Evet sakin olun. Müsaade edin. Beyler açın ya.
Arkadaşlar lütfen burayı boşaltın. Emniyet güçlerine komünist Çin! Olimpiyat neyine? Komünist Çin! Olimpiyat neyine? Kızıl Çin! Türkistan'dan defol! Bişkek'in Kızıl Çin! Ya Mehmet Sun efendim hazır mana ko'rdik sizningki bu videoni. Mesela bunun da neyimiz endi hiç adamның akligi yetmeydigan bir işlemdi bu. Mesela sizin bu oturlukta bu otni yakkandan keyin deymi. Mesela bu yüzleringizni tatib bütün ko'yib ketdi de bununla. Siz bu bütün bedeningizni hamma yerga chashdingizmi bu benzinni endi? Hamma yerga chashdim ha. Aldırganda o benzin o iştik tügün bir tagida. Men bu aldırdım. Şu yüzümge chashdim mı? Beşimge chashdim mı? Saçta sonmusun deb. Ha, şu aldırap chashdim. Nega chashsam chechipdi men o benzinni. Hammani chashdim amma. Chashgandan keyin o'tni yoqdim yuzimga. Aslida insonning quvvati cheklikkan. Mening xiyolimda shu var to'g'lagan betim oldimizda hamda bir 40-50 muxbirlar bor. Ash kamerasini Sitim Türk so'zlayapti. Sitim Türk qarlar bunda qaritib tutib turibotgan. O 40-50 muxbirning keyinda 100 saqchi bor. 3-4 qurib olib bunda shu Xitoy elchixonasini to'sib turgan saqchi. Mana saqchi o'zimni ursam bir o't topga aylanib. O saqchilarning sepini buzaman. Buzgandan keyin berib Xitoy elchixonasiga bostirib kirib, ish bo'lmasa bayrog'ini bo'z tushirib go. Yoki bayroq bilan billa kuyib ilib tugayman go. degan iroda bilan ashuni o'ylagan hamda. Men saqchilarning sepini buzib atgandan keyin biznikilarni kaynamdan yugurib kelib bir ish qila olamiz, cho'ng bir ish bo'ladi deb o'ylagan. Ammo insonning quvvati cheklikka men faqat o muxbirlarningki sepini buzib etelabdi men. Saqchilarning sepi to'liq buzilibmi ketmabdi, ular 3 qur 4 qur bo'lgan ekan. Aşağıda o'zimni yo'qotibdi men. Ya'ni o'zimniki anaqa xudimni yo'qotibdi men. O sizlar nima qanday faoliyat qilasizlar deb so'raganda biz Mavninki anaqa kukla deydi ekan, anaqa haykelini yasab, ashuni ko'ydiramiz deb ekan. O saqchilarni har ehtimol qarshi anaqa o't o'chiradigan 2 tal tüp og'ash kelibdi ekan agar tasodif bir ish bo'lib qolsa, u bek issiq uning ustiga. Şu bizninkilarning hech qanday tayyorligi yo'q. 8-9 odamning u bu yerlar kuyib ketibdi. O'tni o'chiramiz deb qo'li bilan chapallar bilan urib yurib. Anandan keyin u yerdan o saqchilar nima? Jiddiy qutqizishning mashinasi kelib meni shu nimani doktorxonasi deb Turkiyaningki Anqaradagi eng cho'ng shu kuyik davolaydigan doktorxona ekan. Aşağıdan kelgan odamni shu doktorxonasiga ko'tarib beribdi meni. Ya'ni xudimni bir bilmayman. Ikkinchi darajalik kuyuk deb davoladı. Dastlabda bir og'riq pasaytdi, shu degan dori maskilab meni chiqib bo'lgandan keyin 4 soatdak o'zimning o'sha xudimda bilib turdim hamda. Ondan keyin ishlarni bek bilmayman hamda. Ba'zi bir odamlar bilan ko'rishdim keyin, ben sizga baqqandim falan chaqda deb men bilan bilib tushgan rasmlarini ko'rsatdi. Men hech xotirlayamadim. Haqiqatan jiq ishlayapti. 4-kuni soat tushdim burun 11dan 35 minut o'tganda Mehmet Uygur'dan g'am qilmasanglar bo'ldi. Bundan keyin oyoq xavfdan o'tib ketdi deb shuna debdi. Shu 4 kundan keyin doktorlar unda debdi. Unda Alloh taolo xolisa hayotimizni qaytarib berdi ekan. Shuning bilan saqaygan bo'ldim. Shu og'izlarimni, quloqlarim, yuzlarim bekerek kuyib ketib ekan. Mayalda men kiyim nefis bo'lsin, ashnimi xil ko'p foydasi bor ekan endi. Asosan uchish yalning hammasi shu 1-2 darajada kuyib, men kiyim bayala 3-4 darajada kuyib ekan. Allohga shukr, undan keyin saqaydik. 8 kun bo'lganda jiddiy qutqizishdan chiqqan bo'ldim. 15 kun bo'lganda İstanbuldagilar
İstanbulda tug'an bo'lsa deb talab qilib turib olib İstanbulga qaytirib keldi. İstanbuldagi bog'chilar davlat doktorxonasida u yerda 3 oy. U yerda davolangan bo'ldim. Saqaydi deb chiqib ketgan, chiqaryapti meni. Chiqib ketgandan keyin bu kuyik asal saqaymaydi ekan. Anaqa uzun so'zlib ketgandan keyin bu saqaymali bergandan keyin o do'konni ochamadim. O 8-oyda bo'lganda 12-oy 1-oyga to'g'ri keldi. Ya sovuqda, ya issiqda, ya shamolda, yo'l yig'inda unda talog'i chiqib tug'ilib bo'lmaydi ekan o kuyik. Anda bo'lgandan keyin o do'konni ochamadik. Amalsiz qilib 2009-yili shu 1-oyning 5-ida setib etdik. Hamda oxirgi bu 3-qitimdagi, ya'ni bu Xitoyning konsulga bomba atdi degan xabarlarni bir Erkan shahar radiolarida bir angladik. Ama ondan keyin bek bu to'g'rilikdagi xabarlarni olamadik. Bu vaqtda bu idima hamda herhalde yine sizga buni qanday maqsad qildingiz desak yana aniqlam, ya'ni. Chunki oldingi ideyalaringizni ko'ryapmiz, yana bu shaklda qiliniz aniq, ammo bu qaysi mezgilga to'g'ri keldi, masalan-chi? Qanday planladingiz? Masalan, buni bir o'z kallangiz bo'yicha, ya'ni buni yolg'izlam o'tirib chiqardingizmi yoki bir necha kishi bir hamkorlik bo'ldimi? O bomba qanday bombati bu? Bu vaqtda biroz bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Rahmat. Shuna qilib 2009-yili 5-oyning oxirgi 5-oy ichida o yana bir dorilarni to'xtatdim men. 6-oydan boshlab asosan aslimga keldim. Endi bir ishlab taxi 15 kun bo'ldi, bo'lmadi. 7-oyning 5-kuniki Urumchidagi qonli qirg'inchilik voqeasini angladim. Bu menga yana bir og'ir keldi endi bu. Men ish boshliq qilib 15 kun bo'lib 14 kun bo'lib ketganmi shu vaqtning o'zida. Shuning bilan qo'lim ishga bormadi. O'zimizniki qarindosh edi, o do'kon egasi. Birodar, mening qo'lim ishga bormayotdi, men mandaq ahvol bo'lganligini uqmaydim. Xapim bo'lmay ishlamadim desam, u albatta men to'g'ri tushunaman. deb o to'g'ri tushundi. Shuni olib ishdan yenib chiqib 1 oy namoyish qildik. Arada bir ishga o'tdi. 9-oyning 5-kuni bu azib qolgandek bu Xitoyning qilgani. Xitoyning o'zi yana bir qatim namoyish chiqdi. Bir ishga 9-oyning 5-ga to'g'ri kelamdi-ku shu ahvol. Bu menga taxim og'ir keldi. Mushu arada men ilgari keyin bo'lib men tunaydigan, aralashadigan bir qism qarindoshlarimiz bilan har xil fikrlashib baxtdik, suhbatlashib baxtdim, gapini anglab baxtdim. 10-oyning 1-kuni Xitoyning davlat qurish davlat bayrami endi. Bizning munqariz bo'lgan kunimiz endi bu. Qanday qilish kerak degan qarorda 3-4 kun yolg'iz shu uyga kirib olib, silib ko'rgan shu uyga. Yolg'iz shu silib ko'rgan uyga kirib olib o'ylandim. Endi kechalarimi, kunduzlarimi uyqu yegan tamoq bo'lmadi. Oxirida men qandaqlik ekan bo'lmasin, bir nafar Sharq Turkistonlik ekanman. O'zimning kuchim yetishicha, qo'limdan kelishicha bir ish qilishim kerak degan qarorga keldim. 3 kunlik tayyorlik qilgan bo'ldim. Oxirida mening qila oladiganim shu benzin bombasi yasay oladi ekanman. Agar Alloh taolo nasib qilsa shuni atalaydi ekanman. Benzinchiga ketdim, benzin oldim. Dori shirkatiga ketdim. Haliq Asmikolning 3 tal Asmikol oldim, haliq 500 gramlik shishidi. O ichini bo'shtib, uydagilar uxlab bo'lganda 11:30-12 kilar bilan. Kechichi o'ltirib 3 tal benzin bombasi yasadim. Agar uni bir joyiga tushira olsak, uni hali bir ishla qila oladigan narsa endi. Shuning bilan o 10-oyning 1-kuni Anqaradagi shu men o'zimga o't qo'ygan bosh markazi Xitoyning elchixonasining oldida namoyish bo'ldi. Men 9-oyninki 29-kuni Anqara qarab yo'lga chiqibdiman. Atiganda. Shu kuni Anqaraga tushdim. Soat 4:30 bilan. 29-kuni soat 7:30gacha bo'lgan araliqda o Xitoy elchixonasini izlab tepib, atroflarini kuzatib, qanday qilish lozim deb kuzatdim. Birli saqchi bor ekan. Bu nayt yaxshi fursat ekan. Ataymi, atmaymi bir saqchi bor ekan. Hatto 3 yilini atalig'idekman deb o'yladim. Shu 150 metr Xitoy elchixonasidan 150 metr jiroqlikda bir avtobus bekiti bor ekan.
aşağı berip durup oyladım, qayt oylandım. Bir 3 saatga yaqin o'ylanibdi men. Keşop ketdi. Aş o'ylanib bir qarorga kelib bo'lmaydi. Endi bu 29-kun atay desam, baldur ketadi endi. Ata 30-kuni atay desam, yana Xitoy bilan Turkiyaning oralig'ida 5 soat vaqt bor, farq bor. Masalan 30-kuni ketsa 7 bo'lgan vaqtning o'zida Xitoyda dal 10-oyning 1-kuni kirgan 1-minutga to'g'ri keladi endi. Bu 5 soat farq. Men ketsa 7dan 5 minut o'tganda etish planim bor men aslida. Yani bu Xitoyning 10-oyning 1-kuni boshlanib 5-minutga to'g'ri keladi endi. Atay desam bu vaqt to'g'ri kelmaydi ekan. Masalan bir yo'lga mina ko'mib qo'yib dushmanning kelayotgan mashinasini portlatman deb, u mashina u mina keldigan yerga 20 metr, 30 metr qilib qolganda portlatsa, u mashinangiz ham biram bo'lgandek bir vaqt joyiga tushmaydigan bir ish bo'lib qolamdi qandaq bugun ajabak fursat ekan deb assam deb 3 soat atrofida o'ynab eng yaxshisi har nima bo'lsa bir ishni vaqtida qilish deb qaror bergandan keyin bir qarorga kelgandan keyin ash qaytib Qizilay degan yerga berib bir mehmonxonada yotdim. Ertasi shu 6:30lar bilan yana shu bekatga keldim. Ash somka bilan ko'tarib kelgan o benzin bombasini. O peliklarini chiqarib etib, shu menishdan burun qarashtirmag'im lozim deb. Purab ketadigan yoki to'kilib ketadigan atrofdagilarning diqqati qo'zg'alib qolmaslik uchun ashunda qilib kelgan. Shu mehmonxonadan chiqishdan burun uni joyiga yerlashtirib 6:30lar bilan shu bekatga kelib bo'ldim. Bir azroq o'zim elib tutib turib 7dan 2 minut o'tganda Xitoyning elchixonasiga qarab mangdim. Shu bir qo'limda uzum bor, bo'ynimda o somka bor. Benzin yeyotgan bilan. Bir boshdan o'zim yegash ketyapman endi. Xuddi shu mahallada o'ltirdigandek bir xil qiyofatda. Shuna bilan bu Xitoy elchixonasining oldiga kelsam, ishlar boshqacha. Bu taxminan saqchi kiyim kiygan saqchidan 4 Xuraj adamdan 3-4 bo'lib 7-8 adam paydo bo'lib qopti bu yerda. Bu qanday bo'lib bu 7-8 adamning paydo bo'lib qolganligini uqmadim men. Endi bu yerda shu men o yo'ldan burilgan zaman 30 metr oraliqda zada Xitoy elchixonasi. U yerdan ya gap qilmay o'tib ketishga to'g'ri keladi. Yenib ketishning yo to'xtab qolishning boshqa imkoniyati yo'q. Endi men bu 7-8 adamninki paydo bo'lib qilishi mening o'ylamagan bir yerimdan chiqdi endi. Shu 30 metr oraliqda qandaqligim bo'lmasin bir qaror berish kerak dedim. Chuqur bu ishni qilish kerak. Sharq Turkiston xalqining maydonini chuqur bildirish kerak dedim. Dal 7dan 5 minut o'tgan vaqtga to'g'ri keldi. Ya'ni 3 minutlik musofada. Ya'ni bu vaqt Xitoyning 10-kuni kirib 5 minut bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi. 10-oyning 1-kuni. 10-oyning 1-kuni. Ama Türkiye'nin vaqti bo'yicha 9-oyning 30-kuni kech soat 7dan 5 minut o'tganga to'g'ri keladi. Shu vaqtning o'zida shu uzumni tashlash bilan tang o benzin bombasini birinchisini chiqarib otdim. O Xitoy elchixonasi tumi qapasining ichiga kirib olgandek ishlarimi tumi hamma yerini tumidan qaplaqliq ramlarni o'qitmaydigan. Ash po'lat aynak ham olda shu yoqqa qapasnikidek tumi tikanlik reshatkalar bilan to'sib Uning faqat boshqa chorasi yo'q. Shuning bilan birinchisini xiyolimda 3-qavatga etishdan boshqa chorasi yo'q. 3-qavatga atay dedim. Agar ikkinchisini etish imkoniyati bo'lsa, Xitoyning shu davlat geribining ustiga atmoqchi bo'ldim endi. Shu birinchisini 3-qavatga atdim. Muvaffaqiyatli oldi. Endi qayta hisoblab mashq qilib boqqanman o'taldi kechacha. 3 sekund vaqt ketadi ekan. Shu 3 sekund ichida atgandim balkim. Ammo ikkinchisini etib bo'lg'ich oraliqda u saqchilar kelib meni tutib olgan bo'ldi. Mehmet efendim, gapingizni bilib etdim-de, agar xohlasangiz, televizor ko'ruvchilarimizga mushu sizning ash Xitoy konsulxonasidan tortilib qolgan, naq maydondan tortilgan videoni bir ko'rsatib bergan bo'lsak, agar qarshi fikringiz bo'lmasa, mening qarshi fikrim yo'q zot. Uni Turkiyaning saqchilari meni qo'yib bergandan keyin, men uyimdan aqtirib chiqib ketgan barliq ashyolarim bilan birga menga berdi o videoni zot. Bundan olsa oldi bilan televizor ko'ruvchimiz bir mushuni qo'yib beraylik, undan keyin so'zimizni davom qilaylik. Bo'ladi.
Jinimdin suyman har çağ Vatan seni anan deymen Jinimdin suyman har çağ Vatan seni anan deymen Senin her bir giyoringni bahasız tut ya deymen Bahasız tut ya deymen Senin her bir giyoringni bahasız tut ya deymen Bahasız tut ya deymen Senin koynunda köz açtım Senin zimmende ilkinde Senin yelkende dümbende Mehmet efendim hazır bu videonu koyduk. Bu videoda qarasak deyman. Siz bu birinchi, yani bombani etibsiz. Etib aralıqda 1 minut, yani 1 minut emas, necha sekund aralıqda bu yanınızga bir ishki adam yugurib keldi-de. Bular endi Xitoy konsulxonasidan chiqqan odammi, nereden chiqqan odamlar bu ikkisi? Şu birinci bombani attım. Benzin bombasini 3-chi qavatga. 3-chi qavatning balkonlari, ram eshikleri guldirlab yondi o. Hali obdan, yani 3-chi qavatni yiqqanda qolgan bo'ldim hisobda. Aslida yanmagan bo'lsa-mu, bu yerda Sharqiy Turkiston xalqining maydonini bildirib qo'yish, irodasini bildirib qo'yish muhim. Bu yerda maydon masalasi bor. Yangan bo'ldi, u Xitoyning ichidan chiqqan odamlar emas u. Aşağıda Milli İstihbarat Teşkilatı deydi, to'liq ismini qisqacha MIT deymiz. Maxfiy saqchi purach kim kelgan. Mushu odamlar. Bu kasetni qanday qilganligini uqmayman. Aslida meni yugurib kelib tutgan, dastlabki tutgan odam 3, yani 2 sekunddan keyin o 3 odamdan 2 sekund atrofida vaqtdan keyin yeni tutgan odam 2 saqchi, rasmiy saqchi kiyimni kiygan bo'lib, bu 5 odam tutib oldi meni. Bu kaset qanday bo'lib bu qadar oddiylashtirildi? Atrofdagi hech qanday bir ishlar yo'q. 2 odatga odam keldi tutdi. Buni bir qanday qilibdi hamda. Bir qanday qilgan bo'lsa-mu, bu shu amaliy bo'lgan naq maydon ko'rinishi hamda. Balki bundan boshqa sabablar bordi, u muhim emas. O tutgan adam Xitoyning saqchisi emas. Meni shu yo'lninki qarshi tarafidagi Xitoyninki elchixonasini boqadigan shu saqchilarning botgo'yining kayniga apadi, qo'lima qo'yib silib. Şu 1 minut o'tmay, o Xitoyning elchixonasidagi ishlayotgan Xitoylar uyg'urcha bo'lgan chumulidek qochib chiqishgan. O 8-10 Xitoylar balki undan mijixga meni ko'rganlarim shunchalik. Bo'lgan ahvollarmi shu. Bu siz tutgandan keyin ki vaqalar yani. Hamda herhalde turmaga ketdi deb bildik. Bu haqda biroz to'xtalishni to'g'ri ko'rsangiz, agarda to'xtalib bersangiz bo'ldi hamda. Siz tutib ketgandan keyin nima ishlar bo'ldi? Qanday keyin nechilikda yetib qaytib chiqdingiz u yerdan, turmadan? Bu ishlarga kelganda men bu ishlarning qanday bo'lib o'tirib chiqqanligini haqiqatan bak hayron qoldim men. Men chiqqandan keyin anladim, bir o'ylan dedi. Hozircha shaxsan men u odam bilan ko'rishmaganga ismini demay turay. Shu Milliy istihbarat tashkilotidan men o'sha bombani etishdan dal 2 soat burun telefon keldi u odamga. Senin birdan Sharqiy Turkistonlardan birisi mushu Anqaradagi Xitoyning markaziy elchixonasiga bir hujum qiladigandak bir ish bor ekan, bundan sening xabaring bormi debdi. O adam kulib ketib, bundaq ishdan mening xabarim yo'q, bundaq ishmi bo'lmaydi. Agar rostdan bundaq ish bo'ldigan ish bo'lsa, mening uchun nihoyat yaxshi bir xabar bo'ladi deb chaqchaq qilibdi. 2 saat o'tgandan keyin mana bo'ldi-ku, mana hozir bomba atdi-ku, mana Xitoyning elchixonasining 3-chi qavatini ko'ydirib atdi-ku
deb telefon kelibdi. Shuning bilan bu ish yani bilingan bo'pti. Aslida ash meni tutgandan keyin o yanimdagi meni tutgan saqchilar voy komitanim, qo'yan qo'mondanim. Voy Xitoyningki elchixonasiga hujum qildi. deb so'zlash apparati bilan telefon bergan. So'zlashish apparatini shu xabar qilgan zaman butun Turkiyadagi xabar agentliklari, ya'ni xabar idoralari, xabarchilarning hammasi shu sukunatning o'zida xabar topadi ekan. Uni anglab turdi ekan zodi. Ammo bu ishlar nimishqa ekan o'ttirga chiqmadi hamda. Atisdan boshlab 150 metrdan yaqin ariqqa adam keltirmaylik, u namoyishchilarimiz zodi yaqin keltirmaylik, yo'lning og'zida namoyish qilib yanibdi hamda bu ishlar. Men u yerda Xitoy elchixonasidan so'ramdi. Ashani baqadigan saqchilar, andan keyin rasmiy saqchilar, shu milliy istixborot mitninki saqchilar bo'lib 3 xil saqchilar bor ekan. Mening qilgan ishimni hamda terroristik harakat deb shu yuqoridan kelgan buyruq bo'yicha shu puhra sivil qiyofatdaymiz. Shu puhra kiyingan saqchilar, mitning saqchilari odatdagi qo'llanilgan mashinaga silib meni tutib oladi. Aşmitniki merkezi idaresi kapadı bu gay. Bu aralıkta şu bombatkan günüm, yani 9. ayın 30. günü kes saat 13'de 10 sakçı bizden binadaki iki hoşunu bilen kirip bizden oydaki bilgisayar, pasport, kaset ve şunun okşaş bana münasebetli neslerini hemen açıp gitip diken. Bular kayıt sorap meni kimden evet geldiğini, kaysı dernek veya teşkilatın ademligimni, bu işine nimiş kıkalligimni aşını sözledi. Yani benim o yerde toplagan şuarım Şarkı Türkistan halkı mengü boyun egmeydi. Öldürüp tükütüp bulanmaysan. Dep nurgun geplerini kıldım ben o yerde. Şu sakçılar tutup Xitayning elchixonasini apırıp meni ayzig ep bo'g'ich arliqda. Demokratik davlatlar boshqa bo'ladi ekan endi. Endi atisi yana kasat 6:20 bilan shu Anqara 11-ig'ir jazo mahkamasi tarafidan qo'lga elindi deb qo'l olgan bo'ldi. Qo'lga elib meni Anqara Sincan F tipli 1 numarali yüksek güvenlikli kapalı cezaevi deydi Türkçe ismi. Uygurca tarjim qilsak nima bo'larkin? Shu F tipli 1 numarlik alayda qo'dildigan turma degandek bir ism chiqdi deymi? U yerda siz aşı kirgandan keyin masalan araliqda masalan sotlanma bo'ldimi? U yerga kirgandan keyin sot bo'lmadi. Keyin meningki uyimdan bilgisayarlardan olgan belgiler ve mening so'ragan savollarim hammasini bir yerga akilib, miyadagi vaqt tashkilot hammasi bilan bo'lgan munosabatim, telefon nomerlar, so'zlashmalardan tortib hammani tekshirib, mening hech qanday bir odamga chetildigan yerimni topolmagandan keyin bular terrorist emaskan degan xulosaga kelibdi. Shuning bilan terroristlikdan bir darajada tushgan bo'ptiman. Keyingi kunlarda F tipli 1 numarada degan jazoaviydan ikkinchi bir xil bo'lgan L tipli 1 numaralik boshqa turmaga yo'tgan bo'ldi. F tipli 1 numaralik turmusdanki J889 numaralik kamerada yotgan. Nechilik yotdingiz siz turmada jami? Jami 3 oy yotdim. 3 oy yotdingiz. Oxirgi ya'ni 3 aydan keyin bir sot bilan qo'yib berdi yoki hech qanday bir gapmi yo'q? Yo, rasmiy sot bilan qo'yib berdi. Oraliqda mahkamadan chaqadi. Mahkamadan berib shu ayni mishadin aketgan oyada savol so'ragan hamma belgilarni internetning ichidan chiqqan telefon ko'rishmalaridan tortib hammasi bor ekan. O bir yerga akilib meningdan nima uchun shunda qilganligimni so'radi. Bu Xitoyning elchixonasini qanday izlab topding deb so'ragan vaqtingizda men internetdan topdim, Google'dan topdim degan. Sen Google'dan krakatordan tushiribsan deb turib oldi u soqchilar. Bu krakator degani Xitoy elchixonasining xaritasi ekan endi. Bu qonunda nihoyat og'ir to'xtaydigan ish ekan. Men uni tushunmadim desam, anda bo'lsa bu sen aytibsan, mana sening internetingdan ochgan tarixidan topib chiqasan, sen ochmasang, bu yerda nima ish bor, o'zing davassang debdi. Men internetdan adresini oldim dedim. Nada lekin. Ammo men bu krakator degan narsani ko'rmadim.
Onun içinde bir kira getirine bağlılığını ben ne bileyim bu da xeyretine bağlılığını. Ama bilgen bolsam ben pul verip bolsam talağa çıkıp xeyretisinin yüzünü açıktım. Ama ben anladım da şu derecede sözleştik hem de. Nəhayət cıq nəslərini sordu. Hələ başqa yerlər bilan bağlı münasibəti bolğan bir işlərni tep bulanmagandan keyin anandan keyin nima məqsəd atdın deb sual sordu. Sorğan sualğa nəhayət uyğun tegishli cavab verdim. Məsələn 2009 yılı 6-cı ayının 26-cı gündəki Şovgan vaqəsindən Şovgandakı qanlıq qırğınçılıqdan başlap 7-ci ayının 5-ci gündəki Ürümçi qanlıq qırğınçılığıca bolğan ahvallarni bilgenim bo'yicha nəhayət yaxshi dedim. Bizning qandaq ahvollarda yashayotganligimizni so'zlagandan keyin men buni Xitoylarga qandaqdir terroristlik harakat va yoki shakllik bilan zo'ravonlik yo'li bilan hujum qilish emas, xalqaro jamoatchilikka, dunyo jamoatchiligiga Sharqiy Turkistonning bugungi zulmini anglatish uchun mush yo'lni tanladim deb tushuntirib o'tdim mush ahvollarning hammasini. Ondan keyin 12-ci ayınınki 30-cu günü meniki məhkəməm var ekan, yəni uçuq sotum var ekan. Məni 9-cu ayının 30-cu günü qolğa alğan. Yəni 12-ci ayının 30-cu günü bolğanda aralıqda 3 ay bolğan boldu. Aşı gündəki sotni məni Ankara 13-cü Əsliyə sot məhkəməsindən degan saat 10-da uçuq sot açımız degan qog'ozni qo'limga 2 kun burun akirib bergan bo'ldi. Shuning bilan 12-oyning 30-kuni uçuq sot ochdi. Men nima uchun shuna qilganligimni uçuq oshkora anglatgan so'zlagan bo'ldim. Oxirida ular rasmiy hukm e'lon qilib meni shu 3 oydan keyin 12-oyning 30-kuni qo'yib bergan bo'ldi. Dinimdin söymen her çağ Vatan seni anan değmen Dinimdin söymen her çağ Vatan seni anan değmen Senin her bir diyarini bahasız tut ya değmen Bahasız tut ya değmen Hürmetsin efendim, bugün nəhayət köp söhbətlərini qılıb aldıq. İnşallah kelər qınlıq yeni bir fürsətlərimizdə yəni texmo inçikə söhbətlərini qilishqa bir fürsət bolar deb qarayman. Vaqt münasibət bilan bugungi söhbətni bu yerda oxirlashtirsak, oxirida bizning Uyg'ur qarindoshlarımızga deydigan qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Endi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimga yurak so'zimni deyishimga to'g'ri kelsa, endi men yuqorida so'zlab o'tgan ishlar eg'izga og'idek bir ishlar emas, aslida vatanimizdagi xalqimizning chekkan azob uqubatlarini hammamiz yaxshi bilamiz. Hammamiz shu vatandan kelgan endi. Ammo chet eldagi yaşaş jarayonida başımızdan o'tgan ba'zi bir ahvollarni so'zlashga bugun bu qarindoshimizniki Gollandiyadan kelish munosabati bilan so'zlashga to'g'ri kelib qoldi. 7-oyning 5-kuni mu yaqinlashyotdi. Endi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimizning bundan yaxshi xabari bor. Mening yuqorqidek faoliyatlarni qilganligimni qo'llagan, menga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamchi bo'lgan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq qarindoshlarimga rahmat aytaman. Bu munosabat bilan mumkin bo'lsa bizning da'voyimizni texmi yaxshi shaklda anglay oladigan ba'zi bir ahvollarni o'ylashib boqqan bo'lsa deb o'ylayman. Hamda biz Uyg'ur xalq maqol tamsillari bor bizning. Yolg'iz otdan chiqmas deb.
Şuna ben xalqımdan ümidimni hiç bir zaman üzüp bakmadım. Eğer ümidimni üzgen bolsam zaten bundaq işlarni merkez qilmaydim. Yuqorida menga ko'ngil bo'lgan barliq xalqimga rahmat aytaman. Ko'p rahmat Mehmet Husn efendim. Sizga salomatlik va uzun umr tilayman. Inshaalloh yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat, sizlarga avar qildim. Yo'q, hech yo'q. Rahmat sizga nosa. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamizning davomida Mehmet Husn Uyg'ur efendimning qizi bilan kichikgina bir suhbat elib bordik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Muyassar. Necha yoshga kirdingiz bu yil? 6. Uyg'urchani kim o'rgatdi sizga? Dadam opam. Siz maktabga beryapsizmi? Ha. Nima maktab bu? Qur'on kursiga beryaptim har zaman. Nima o'tidi u yerda? Qur'onda o'tidi. Qur'ondan nechilik bir narsa o'rgandingiz? Bir paradan. Hozir unda siz bir ikki sura o'qib boqamsiz? O'qmayapsiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab va ila robbika farg'ab. Musulmon farzandi, islom varisi, ummatning kelgusi umidlari biz. Haqiqat, adolat yo'lida mangan, taqvodar ajdodning putukleri biz. Ögünüp, ögütüp iman İslamni, haqiqiy musulmon mümin bo'lamiz. Bilganga amal qilib cho'qim bir umr islomiy hayotda yashab o'tamiz. Musulmon Uyg'urmiz, Türk naslimiz, olamga nur chashgan ajdod aslimiz. Sharqiy Turkistonning o't yurak botur, qizlaskar, fiddatkor o'g'il qizimiz. Haqiqat, adolat, erkinlik uchun o'lishga tayyormiz hatta hammamiz. Yo'qotib vatandan vahshiy zolimni mustaqim bir davlat qurish ahdimiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz mushada oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizni ko'rishaylik.